Rostdanmi aka, men ishonmayman. Qani. Men Nurislom, bizning ofitsiantimiz. Realni mana Rolex tuyuradi. Mehmon sovg'a qilib yuborgan banketda qilganiga. Seriozmi? Eng katta choy istoriyasida. 15,000 dollarlik mashina. Oddiy bolalar ishlamaydi. Sababini ham aytaman. Mehr berib ishlaganiga addushi mana chiyoyi qoldirishadi. Gap. Nima berasiz aka? Ertadan mashina chiqaman. Realni. Ya, hazraman. Islom, ertadan birga ishlaymiz a. Yo, mana parkov. Rolex. Yo, chestni aytaman, mana kalyanchikam kecha aytayapti menga, yoki kechani o'zida 6 million chiyoyi qoldirishadi. Gap yo'q. Sababi mehr berib ishladim. Bo'ldi, mana Nurislom ham misol uchun hech qachon odam tanlamaydi. Kelganda sirazu mehr berib, dajani narsalar aytib qo'yishni, zararni aytib qo'yadi. Do'kondan narsa olib kelishga o'zi do'kondan olib kelib beradi, tushunasizmi? Gap yo'q. Mehr berib ish qiladi. Ha, akalar Allohga oson deshadi-yu. Orzu qilgan narsalarni g'oyibdan yetkazib qo'yishadi. Istamam, kontentni tushunib o'rganim yo'q. Realni Rolex qo'lida tekshirtirilgan, realni sovg'a qilingan. Realni. Men qoyil qoldim. 20 yosh. Zo'r. Aka, yomon ishchi o'zi bo'lmaydi. Любой ishda harakat qilsa, по-любому pul topasiz. aka mana shunaqa ishlayvering, keyingisi menimcha bitta Mercedes berib kelishadi aka. Gap yo'q. Men точно chiqaman ertadan. Bo'ldi, zo'r. Zo'r. Men bu yo'g'irma tugatib yuboring.